Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Avvalgi videolarimizda biz chiziqli regressiyalar ustida kerakli hisob-kitoblarni qo'lda bajargan edik. Ammo avval ta'kidlaganimizdek, aksariyat regressiyaga oid masalalar kompyuter yoki kalkulyator yordamida hisoblanadi. Ushbu videoda natijasi kompyuter orqali olingan ushbu misolni ko'rib chiqamiz. Ya'ni, charos ko'p miqdorda kofein iste'mol qilish o'quvchilarni ko'proq o'qishga moyil qilishi yoki qilmasligini bilmoqchi. U o'zi o'qiydigan maktabdan tasodifiy 20 nafar o'quvchini tanlab olib, ular iste'mol qilgan kofein miqdori va o'qish uchun necha soat sarflashlarini qayd qildi. Ma'lumotlar asosida tuzilgan nuqtali diagramma chiziqli bog'lanish mavjudligini ko'rsatdi. Bu kompyuter tomonidan eng kichik kvadratlar usulida qilingan regressiya tahlil natijalari hisoblanadi. Demak, bizning birinchi ishimiz bu yerda mustaqil va nomustaqil o'zgaruvchilarni yozib olishdir. Ya'ni bu yerda bizda nomustaqil o'zgaruvchimiz, ya'ni y-imiz teng bo'ladi o'quv soatiga va mustaqil o'zgaruvchimiz esa, ya'ni yagona x-imiz teng bo'ladi bizda iste'mol qilingan kofein miqdoriga. Ya'ni buni yozib olamiz, ya'ni y teng o'quv soati, x teng iste'mol qilingan kofein. Va biz hozir ushbu, ya'ni y chiziqcha teng mx qo'shuv b ko'rinishiga ega regressiya tenglamasini tuzishimiz lozim. Demak, bu yerda biz m va b ni topishimiz kerak. Jadvaldagi o'zgarmas koeffitsiyentimiz 2,544 ga teng va bu regressiya tenglamasidagi b hisoblanadi. Ya'ni bu degani, agar biz ushbu x ga 0 ni beradigan bo'lsak, y-imiz shu koeffitsiyentga, ya'ni 2,544 ga teng bo'ladi. Buni yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ushbu koeffitsiyentimiz, ya'ni 2,544 bizga b ni berar ekan. Demak, keyingi koeffitsiyentga qaraydigan bo'lsak, demak, kofein koeffitsiyenti esa 0,164 ekan. Buni ham yozib olamiz. Demak, bu degani bizga m qiymatini ko'rsatadi. Ya'ni bizda m teng bo'ladi 0,164 ga. Shunday qilib, endi tayyor bo'lgan regressiya tenglamasini ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'rganingizdek, bu y chiziqcha teng bo'ladi. Demak, m ning o'rniga 0,164 x qo'shamiz va nihoyat o'zgarmas koeffitsiyentni. Endi navbatdagi ushbu ma'lumotlar nima degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, sizlarga buni belgilab ko'rsataman. Ya'ni ushbu ma'lumotlar, jadvaldagi ushbu ma'lumotlar nima degan savol tug'ilishi mumkin. Bular statistik xulosalar chiqarishda bizga juda foydali bo'ladi. Va keyin bu yerda siz r kvadratni ko'rishingiz mumkin. Demak, belgilab qo'yamiz. Bundan siz r ni aniqlamoqchi bo'lsangiz, bu yerda kvadrat ildiz olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni r teng plus minus ildiz ostida, kvadrat ildiz ostida 0,60032 ga teng bo'ladi. Shu yerda uning manfiy yoki musbat ekanligini x oldidagi songa, ya'ni ushbu songa, ya'ni burchak koeffitsiyentiga qarab aniqlashingiz mumkin. Deylik, agar bu yerda manfiy son berilgan bo'lsa, biz r uchun ham manfiy qiymatni olamiz. Ana endi bu ko'rsatkichga esa, ushbu ko'rsatkichga esa 2 dona o'zgaruvchiga ega regressiya chizig'i haqida gaplashganimizda ortiqcha e'tibor berishimiz shart emas. Agar bu yerda bizda o'quv soatlarini izohlab kelgan mustaqil o'zgaruvchilar, ya'ni xlar 2 yoki undan ko'p bo'lganda edi, biz ham to'g'rilangan r kvadratga, ya'ni ushbu ko'rsatkichga e'tibor bergan bo'lar edik. Va so'nggi narsa, ya'ni oxirgi, demak, bizga berilgan narsa bu
S ya'ni qoldiqning standart og'ishi. Va bu bizga nima beradi? Bu regressiya chizig'i qay darajada ushbu ma'lumotlarga mos kelganligini ko'rsatadi. So'zim so'ngida ta'kidlashim kerakki, ushbu ma'lumotlarni olishda kompyuterlar bizga juda katta yordam beradi. Faqat bu yerda sizning qilishingiz kerak bo'lgan narsa kerakli ma'lumotlarni tanlay olish, chunki ma'lumotlardan qanday foydalanishni bilsangiz, bu hisob-kitoblar juda oddiy va tez hal bo'lar ekan.